Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Kamron Gamer. Nima gap, nima so'z? Bu o'yin oddiy, hamma o'ynaydigan futbol. Faqat bu onlayn versiyasi. Sostav mana. Bu ko'p yaxshi o'yinchilarim travmada hozir. Hammasi travmada-yu. Endi nima qilamiz? Hamma o'yinchim travmada. Sizlar bilan hozir penalti tepishamiz. 10 tadan ko'p ursam уже bo'ldi rekord. Cho'ta sal qotish bor, sorry. Meksiko. Уже mana bitta birrobmi? Bor. Mana pul ber, yaxshi, 400 ming yaxshi. 80 bo'l, yaxshi. Yaxshi. Bular bermaydi bu donatga terib. Berayotgan yo'qshil. Donat qilsalar, уже Meksiko to'xtaylarchi o'zimizni to'g'ri. Endi Braziliya boshlandi. Meksiko tugabdi. Sizlar bilan pak. Mana eng qimmat bu. Atilab pak qilish uchun. Qani bo'lmasa, bismillah. Davay bismillah, bitta Lego o'yinchi tushib bersa. Pul bitta hozir уже. Pul hozir bizga как раз kerak, olmos. 59 ming bonus. Odamlarni kuchaytiryapti. 70 garant. Davay shu yerda eng kattasi ko'kda, sariq bo'ladi. Davay lekin. Davay. Va sariq ko'k tushganda vay. Braziliya hujumchi. Kim endi bu? Kim? Richarlison? Da, mana shunaqa. Yo'q. Hech kim tanimaydigan bitta bola. Qaysi futbolistga bergan yaxshi? Конечно, Martinez, eng katta o'yinchim. Uni videoga olish esimdan chiqib qolibdi, uzr. O'tgan o'yinlarimda unda video zapis qilmayotgandim. Martinez tushgan. Asosiy o'yinchilarni kuchaytirsam, deymiz. Cho'ta travma olgan bormi? Yo'q. Himoyachi. Adam bitta fortdi. Mana shoptoli yo'q edi-yu. Mayli. Emiliano Martinez bor pulimni kuchaytiraman 93. Yaxshi. 3 match o'ynayman. Bo'ldi. Уже bitta edi birinchi o'rin. Ikkita bo'ldi. Braziliya, familiya. A big game today for these rivals. Bu o'yinda o'sha boshlash uchun pul tikmayapmiz, pul kam. Ular boshlasa And the referee signals the start of the game. Onlayn bo'ladi bu o'yin, mana qotishda o'sha boshlandi. Bosasiz, mana bular sariq bo'lsa o'sha talashyapti degan, qizil bo'lsa chaladi degani. Hoisted upfield now. Angelali bittasi tushgan, Tony Fit komandasidan. Men O'zbekiston mana urib 94 Vinicius bor ekan. Safely in the keeper's hands. Thrown out by the keeper. Advantage played by the referee. Qizilda chaludi. Sarbal. He's knocked it long. Va mana. Bu o'yin oson deyishinglar mumkin, lekin onlayn versiyasi ancha qiyin. Lekin ko'chirganingizda birinchi bo'lib просто maza qilib oson o'ynaysizlar. Internetsiz ham bo'ladi. Internetsiz faqat onlayn o'ynamaysizlar. Penalti shunaqa ishtirok etib turasizlar.
Ya Fatih. Şu Ansu Fati ham Barsa'ning legenda o'yinchilaridan bo'lgan. Great understanding between this 2020-yil team. u ham Good defending. уже so'nib qolgan. Unaqa oxirgi payt zo'r o'ynamagan. Tries the long Hozir ham pass. qanaqadir komandalarda yuribdi Ansu Fati. Barsa'ni Messi'ni raqamini olgan. Messi ketganda. Tepsa tepe. This game could go either way, but there's still chances to take the lead. Martinez. Shu bosseli. Good ball control. Yuguradi to'g'riga. It's a tight Shu game. o'yinni ham Can they create something with this attack? 3 oylardan beri o'ynayapman. Maza. That's offside by the slimmest of margins. Offside. Kommentga yozinglar, nima o'yin o'ynaylik? Roblox, Brawl Stars. A long distance pass. Любой o'yin o'ynayveramiz. Yozsanglar bo'lasizlar. Muhimi like, obuna bo'ldi. Shu oy ichida 500 bo'laylik, 500. He's taken control of the ball. 500 ta obunachi yasam bo'ldi shu oy ichida. Inshaalloh ham yig'aman. O yaxshi. Xato. Bizda ham xato. Joao Vinicius. Vini o'tib ketdi. Oson endi urish. He's on the move. The shot's on. You can't make this stuff up. They've surely got to won it now. Vinicius McKennie with the ball. 8 minut qoldi. Ben nima qila olaman 8 minutda? Minut emas, sekund. Minut qishloqi. Martinez hozir bitta hujum bo'lishi mumkin. Oh, it's a clear chance. Bitta hujum bo'lishi mumkin. Just in the nick of time. Martinez bo'ldi. Penalti seriyasi. It's going to the wire. It's a penalty shootout. Bo'ldi. Chapga otildim. Davay, iltimos. Yaxshi keeper saved the penalty. Will he finish this penalty and put it away? O'rta. So close, but the penalty hits the woodwork. Voy, urolmaganimmi nima bilay baland deb bordim. Davay. He left the goalkeeper with no chance. Fati. Yaxshi. Ansu Fati. Shotga yaxshi, shotga. Bruno Fernandes. Voy, yaxshi. Qish o'tibdi. Goldan bo'ldi, tugadi. Bismillah, o'rtaga. Martinez, o'zimmi Martinezim? Yaxshi bo'ldi. Victory for one team and heartbreak for the other. Mamaka pak beradi. Har bitta yutganinglarga. Bu ham 4 soatda ochiladi. 4 soat kutib o'tirmaysizlar. 24 olmosga borsanglar bo'ladi. Lekin bu pakda unaqa zo'r odamlar uchmaydi, chunki men 30 eng past odam, keyin eng past karta, seriya karta. 3 ta olmos beradi. Eng kattasi o'zi ochdimda o'sha ligadan kim tushdi? Hozircha eng past o'rinlardamiz. Meksikoda birinchida edik. Uje tugadi u. Oy tugadi Meksiko. Mana 32%, 48%, 20%. Shunaqa pak ochganda Martinez 92 tushib qolgan. Olmos yaxshi beradi, yaxshi 30 minut deydi. Menda shu 59 minut tekinga berdi. Mana necha 70 ta berdi bizga. Yaxshi. Sastavda menimcha muammo bor deyapman-da. O 750 va shuni ham bitta kuchaytirishab, mayli, esdan ham chiqibdi. Shu o'yin yoqqan bo'lsa, kommentda ikkinchi qism deb yozib ketinglar. Joyida ikkinchi qismini chiqazaman. Hammalarga rahmat. Sizlar bilan Kamron Gamer. Ko'rishguncha.